Umar ibn Xattob roziyallohu anhu. Sahobalarning eng oliysi, ummatning ilhomlangani, dindagi eng shiddatlisi, vafoti bilan butun ummatni yig'latgan, islom otasi, hech kimdan qo'rqmagan, dunyodan behojat zohid bo'lgan, roziligi azizlik, g'azabi hukm bo'lgan, shayton undan qo'rqqan, islom qo'rg'oni, uning sobit ustuni, Fors va Rum saltanatini ko'targan, eng katta islomiy futuhotlar egasi, ra'yini tasdiqlab, Robbisi Qur'onda oyatlar tushirgan kishi. Alloh taolo u zotni tiliga va qalbiga haqni joylagan. Undan keyingi xalifalarning holiga voy bo'lgan. U tufayli ummat fitnalardan omonda bo'lgan. Uning iymoni bilan islom aziz bo'ldi. U kishining islomi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning duosini barakoti tufayli bo'ldi. Va bashariyat tarixida Umar ibn Xattob roziyallohu